Erim kelyapti. Jigar. Yo'q, xo'jayin. Assalomu alaykum. Bu uyga jimgina kelib bo'lmaydi, ha? Qayerdan bilding kelishini bu? Yo, yana odamlaring bilan gaplashdingmi? Hadisdan dadasi, hadisdan. Liftga kirishingiz bilanoq olam munavvar bo'lib ketdi. Paypog'imga til tekkizma, tushundingmi? U kechagina yuvilgan. Men bilaman-ku, sen nima uchun bunaqa taraddud bilan turibsan? Axir bugun oylik tushgan. Конечно, dadasi. Axir drushba, silishba. Shunaqa darding bo'lsa, o'zingga ayt, tushundingmi? Paypog'i aralashtirma, xafa bo'ladi. Haqimni berasizmi? Axir oyligimiz tushgan. Конечно. Axir biz shu uchun ishlayapmiz. Davom eting, xo'jayin. Bo'ldimi? Shumi? Yana bering. Endi xotin bundan buyog'i siyosatda, o'sha siyosatga aralashma, tushundingmi? Yaxshi emas. Bak, choy yig'irib. Achchiq bo'lsinmi? Yo, juda achchiq bo'lsinmi? Muhimi choy bo'lsin, maylimi? Bu pulni qayerga qo'yaman endi? Xotinning burni, avcharkani burnidan battar. Bittada topadi. Yaxshi-ku? Qo'ltiq sasiga. Qo'ltiq-ku, paypoq emas. Yo'q. Shkaf xotinlar uchun yaratilgan. U har bir santimetrni biladi. Ikki dunyo tuvaletga bekitmayman. Xotinim 10 marta kiradi. Salom. Miyav. Sig'dingmi shu yoqqa? Yoqqa chiqdi. Gapim bor. Yozda chak joy ekan lekin. Ha dadasi, yana joymi? Mana xolodilnikdan keyin aniq tushundim. Bu dunyoda pulni saqlashda sendan ishonchli odam yo'q ekan. Ol xotin. Voy, rahmat. Mayli endi. Spasibo za доверие. Cho'chqa ekansan.